Amerikada yashirin immigrantlarni o'zi qanaqa qilib qidirib topishadi? Ular qaysi texnologiyalardan foydalanadi yoki qanaqa qilib ularni orqasiga izdo'ga tushadi? Bu narsalar ko'pchiligiga qiziq. Va Amerikada ICE sizni ruxsatsizsiz uyga kirishga haqqi bormi, yo'qmi? Kira oladimi, yo'qmi? Yoki bo'lmasa sizni ushlagandan keyin ular nima bo'ladi, keyin nima qiladi degan savollar ko'pchiligiga juda ham qiziq hisoblanadi. Va yana bitta fakt borki, o'zimiz oxirgi marta ko'p social medialarda ham ko'rdik, qaysidir shtatlarda, Kaliforniya, Chikagoga o'xshagan shtatlarda ICE juda ham faol ishlaydi. Faqat ular kimlarnidir ushlagan, kimlardir bilan urushgan videolari chiqadi. Ba'zi shtatlarda bo'lsa ICE haqida eshitmaymiz ham. Buni asosiy sababi o'zi nimada? Va ular qaysi me'yorga asosan ushlagan immigrantlarni yoki jinoyatchilarni deport qiladi? Kimlar deport bo'ladi va qanaqangi priority list orqali deport qilishadi? Bu narsalarga mana shu videoda men sizlarga real faktlar, asosiy bo'lgan, hayotda bo'lgan keyslar va aniq yozilgan qonun qoidalardan kelib chiqib, hammasini ochiqchasiga aytib beraman. Agar siz yoki biror bir qarindoshingiz Amerikada yashasa, bu video aniq sizga foydali bo'ladi. Kelinglar, birinchi bo'lib ICE o'zi kimlarni qidiradi? Ularga kimlar kerak va qanaqangi texnologiyadan foydalanib ular shunaqa odamlarni qidirishadi? Ko'rib chiqamiz. ICE bu Immigration Customs Enforcement, ya'ni federal agentlik bo'lib, Amerikadagi qonunchilikni nazorat qiluvchi federal organ hisoblanadi. Va ular asosan o'zini listi orqali noqonuniy Amerikaga kirgan immigrantlar yoki jinoyat qilgan immigrantlar yoki hujjatlarni soxtalashtirgan odamlarni yoki bo'lmasa seryozni, ya'ni jiddiy jinoyatlarga qo'l urgan odamlarni orqasidan tushishadi va shularni targetiga olib, o'shalarni ushlashga harakat qilishadi. Va bu odamlarni ular qanaqa qilib topadi desanglar va ularni nima texnologiyalar orqali kuzatadi desanglar, davlat organi bo'lgani, ya'ni federal davlat organi bo'lgani hisobiga ular bemalol DMV, ya'ni o'sha har bir shtatda alohida tuzilmasi DMV, ya'ni haydovchilik guvohnomasi beradigan agentlikka butun ma'lumotini ko'ra oladi. USCIS, ya'ni Amerikani immigratsiyonisiga bemalol bazasiga kira oladi. Police state'dagi polislar bilan bemalol ishla oladi. Va u yerdagi hamma ma'lumotni bemalol olib, o'ziga kerak bo'lgan odamlarni qidirishi mumkin. Va qo'shimchasiga bo'lsa, ish joylariga borib audit o'tkazishi va u yoqda ishxonalarda kim ishlayotganligini bemalol ko'rishi mumkin. IRSdagi ma'lumotlarga bemalol ular dostуп ola oladi. Shundan qo'shimchasiga bo'lsa, polisdan tushadigan har bitta requestlarni o'zlariga ma'lumotlarini o'qiy oladi va shu asosida ham ular o'ziga kerak bo'lgan immigrantlarni, ularni targetida bo'lgan odamlarni topib olishi mumkin. Yana bitta qo'shimcha joyi, ba'zida ular shunaqangi xitriy narsa ishlatishadiki, hattoki o'sha qaysidir joydagi mahalladagi yashaydigan, даже o'zingizni qo'shningiz bo'ladimi, o'sha joyda yashaydigan odamlar ICEga sizni haqingizda, agar ular sizni shu ICEga kerak odamligingizni bilishsa, tip evaziga sizni ma'lumotlaringizni sotishi, sizni qayerda yashashingizni aytishi ham mumkin. Shu asnoda ular shunaqa pora berish, tip berish orqali boshqalardan ma'lumotni ham yig'ib oladi va shu orqali o'ziga kerak bo'lgan targetlarni topib olib, ularni qo'lga olishni harakatida bo'lishadi. ICE sizni kuzatayotganligini qanaqa qilib bilsa bo'ladi va ular qanaqangi zamonaviy texnologiyalardan foydalanishadi? Kelinglar ko'rib chiqamiz. Demak, ICE federal agent bo'lganini hisobiga boshda aytganimizdek, DMV, IRS, USCIS har bittasini bazasiga ularda access bor va bu bazalarni onlayn bemalol kuzatib, siz haqingizda o'zi uchun kerakli bo'lgan ma'lumotlarni osongina olib olishi mumkin. Undan tashqari, hozirgi zamonaviy texnologiyalar orqali ko'p joylarda o'tganingizda face'ingizni kameralar o'qiy oladi. Shuning uchun face recognition, ya'ni yuzingizni tanish orqali ham sizni ko'pgina bazalardan, security kameralardan qidirib topish huquqiga ega. Undan tashqari, social mediada ham ular juda ham faol bo'ladi. Shuning uchun ham juda ham ehtiyot bo'lish kerak. WhatsApp, Instagram, TikTok, shunga o'xshagan har bitta sotsial programmalarda ular juda ham faol bo'lib, o'ziga kerak bo'lgan targetlarni osongina topib olishi mumkin.
Shuning uchun ham har doim ko'p eshitasiz Facebook yoki boshqa kompaniyalar har doim sudda federal agentliklar bilan har doim urushishadi. Sababi nimada? Sababi shunga o'xshagan FBI yoki bo'lmasa ICE ga o'xshagan katta davlat tashkilotlari ulardan backdoor, ya'ni orqa eshikni talab qilishadi. Bu degani o'sha orqa eshik orqali kirib, sistemadagi, statsionarniy setdagi o'sha приложениедagi hamma ma'lumotlarni ular ko'rishni talab qilishadi. Bu Amerika qonunchiligida yozilgan, Amerikada ishlayotgan har bitta statsionarniy set bu narsaga accept qilishi va shu narsa orqali ishlashi kerak bo'ladi, ularning qonunchiligi bo'yicha. Va buni juda ham ular qattiq talab qilishadi. Va buni asosiy sababi ham mana shu narsaga borib taqaladi. Xo'p, undan tashqari license platelarida ham juda ham ehtiyot bo'lish kerak. Bilasizlar, Amerikada mashinada yurganingizda orqadan ketayotgan politsiya mashinasi yoki undercover har doim plate nomerlarini mashinasida o'qib ketadi. Har bittasini mashinasida planshet qo'yib olgan va o'qib ketadi. O'sha yerda sizni ismingizga olingan plate nomer chiqib qoladigan bo'lsa, sразу pull over qilib, yo'lni chetiga to'xtatib, sizni ma'lumotlaringizni bu mashina kimga tegishli, nima uchun ketayotganligini osongina topib olishi mumkin. Aytaylik, politsiya to'xtatganda sizni ma'lumotlaringizni ular ICE ga beradimi? Ya'ni ko'p holatlarda bo'ladi, hujjatsiz yurgan yoki hali кейsi sudda bo'lgan immigrantlar shu narsadan qo'rqishadi va ularda ko'pincha bir-biridan so'rab, aniq javob yo'qligi uchun ham shu narsani bilishni xohlab yurishadi. Bu qaysi shtatda ekanligingizga bog'liq va sizni кейsingizni holatiga bog'liq. Agar siz Florida, Texas, Georgia, Tennessee shtatlarida bo'lsangiz va sizda soxta hujjat bilan yoki jinoyat bilan yoki deport orderi bilan uje sizni nomingizga chiqqan biror bir hujjat bo'lsagina sizni ma'lumotlaringizni polis hattoki biror bir qoidani buzganingizda ham yoki qoidani buzmasdan politsiya to'xtatganda ham ular sizni ma'lumotlaringizni ko'rib to'g'ridan to'g'ri ICE ga jo'natishi mumkin. Faqatgina shu 3 ta deport orderi chiqqan bo'lsa yoki soxta hujjatlari bo'yicha ayblanayotgan bo'lsangiz yoki bo'lmasa biror bir jinoyat qilingan bo'lib sizni ICE qidirayotgan bo'lsa, shu holatda bo'ladi. Boshqa holatda agar sizda hammasi yaxshi bo'lsa, faqatgina hujjatlaringizda kamchilik bor, lekin hech qanaqa jinoyat qilmagansiz, shunaqa holatda bo'lsa, bu holatda o'zidan o'zi sizni ICE ga topshirib yubormaydi. Chunki ICE o'zidagi bor resurslarni behuda sarflay olmaydi, hammani ham deport qila olmaydi. Shuning uchun ularda listi bo'ladi. O'sha list orqali eng xavfli zonada, priority listda turadiganlarni birinchi ular qidirishadi. Xo'p, aytaylik, agar New York, Kaliforniya, New Jersey, Illinois shtatlarida bo'lsangiz, bu yerda agar sizga deport orderi bo'lsa ham, jinoyat qilgan bo'lsangiz ham, politsiya sizni ma'lumotlaringizni to'g'ridan to'g'ri ICE ga jo'natmaydi, chunki shunda bularni bu shtatlarni o'zini qonunchiligi bo'yicha shu narsa taqiqlangan. ICE alohida agentlik, alohida ishlaydi, politsiya alohida agentlik, alohida ishlaydi. Ular qachonki ICE sizni ma'lumotlaringizni politsiyadan so'rab, request orqali olishi mumkin, lekin politsiya to'xtatganda ma'lumotlaringiz to'g'ridan to'g'ri ICE ga ketib qolib, sizni orqangizdan sразу kelib ushab ketishmaydi, bunaqa holat bo'lmaydi. Yana bitta qiziq narsa, ICE agentligi ko'pincha agar o'ziga kerak bo'lgan targetni topsa, qayerda yashashligini bilsa, uni to'g'ridan to'g'ri uyiga boradi. Bu unaqa keyslarda ICE uyiga kirish huquqiga egami, yo'qmi degan savol bor. Kelinglar ko'rib chiqamiz. Demak, ICE agarda ularda даже aytaylik civil warrant, ya'ni order bo'lsa ham, deport orderi bo'lsa ham, sizni uyingizga to'g'ridan to'g'ri o'zi buzib bostirib kira olmaydi. U har doim sizni kelib eshigingizni taqillatadi va ko'pincha holatlarda o'sha gaplashib olishimiz kerak deb aytadi yoki bo'lmasa ba'zilari shunaqa holatlar ham bo'lganki, biz politsiyadanmiz deb o'zini politsiyadan ekanligini aytib tanishtiradi va sizni o'sha ko'chaga olib chiqib, ular ko'chaga olib chiqqaningizdan keyin ular sizni hibsga olish huquqi bor. Shuning uchun maksimalniy harakat qilishadi, sizni ko'chaga olib chiqishga va o'sha yerda gaplashishga harakat qilishadi. Lekin hech qanaqa keysda ularni sizni uyingizni buzib, eshigingizni buzib, uyingizga ichiga kirishga haqqi yo'q. Shuning uchun ham ular boshqa xitr yo'llarni topib, o'shalardan foydalanishga harakat qilishadi. Ko'pincha biz politsiyadanmiz yoki faqatgina gaplashib olish uchun keldik yoki qanaqadir paperworkga qo'l qo'yib berishing kerak degan narsalarni aytishadi.
eslab qolish kerakki, siz hech qachon agar ICE kelsa, hech qachon eshikni ochmaslik huquqi, hattoki gapirmaslik huquqiga ham egasiz. Bular hammasi sizning huquqingiz, o'zingizni advokatingizni olib, ishni keyinchalik ko'rib chiqishingiz mumkin, lekin sizda shu huquqlar borligini eslatib o'tmoqchiman va buni har doim foydalanishingiz mumkin. Xo'p, endi yana bitta qiziq holat bu ICE o'sha o'ziga kerak bo'lgan odamni qo'lga olgandan keyin nima sodir bo'ladi, qanaqangi jarayonlar bo'ladi, kelinglar shularni qisqacha qilib, aniq qilib ko'rib o'tamiz. ICE o'zi ushlagandan keyin birinchisi identifikatsiya, ya'ni u kimligini, shaxsi kimligini oydinlik kiritadi va undan keyin o'ziga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni olgandan keyin u shaxsni detentionga ushlab turadi. Bu detention nima degani? Xuddi bu qamoq emas, lekin uni yengilroq varianti. Bir necha shtatlarda detentionlar bor, ya'ni mana shu ICE'lar o'zi ushlagan odamlarni o'sha birinchi bo'lib kichkina detentionlarda olib o'tirishadi. Bu ko'pgina holatlarda state o'zini ichida bo'ladigan bo'lsa, xuddi eski binolarni xona-xonalarga ajratilgan shaklda bo'ladi. Texasda shunga o'xshagan joylarda borki, katta qamoqxonaga o'xshagan bitta xonaning ichida 100 ta, 200 talab ham o'tiradigan detention markazlar bor. Oxirgi paytda Trump siyosatidan keyin bunaqa detention markazlar soni juda ham oshib ketdi, chunki immigratsiya aktivni ishlatishni boshladi va u yoqqa detentionga odamlar yig'ilib kela boshladi. Shuning uchun ham bunaqangi keyslar juda ham ko'payib ketdi. Detention markazlarida ahvol qanaqa desanglar, ko'p eshitganman. U yoqda misol uchun sovuq, misol qishlarda sovuq bilan muammo bor, ovqat bilan har doim muammo bor, lekin o'sha yerga kirgan odamlar ham ularga limit beriladi, vaqt beriladi, telefon qilish huquqi bor. Yana ko'proq pul to'lasa, o'sha video zvonok qilib gaplashish huquqi bor. Ularni bemalol даже kirganda ham xuddi shunaqa qilish mumkin. Va undan keyingi jarayon bo'lsa, nima bo'ladi? Advokat oladi. Uchinchi jarayon bu advokat olasiz, o'zingizni attorneyingizni topasiz va attorney eng yaxshisi o'sha qaysi shtatda sizni ishingiz ko'rib chiqilayotgan bo'lsa, o'sha shtatdan olgan afzal va ishingiz tezroq hal bo'lishi uchun. Va undan keyingi muhim bitta jihat, 4-pog'onasi bu bond hearing deyiladi. Ya'ni ko'pchilik odam o'zi panikaga tushmasa ham bo'ladi. Ya'ni даже ular detentionda bo'lsa ham yaxshi advokat ola olsa, o'sha bond hearingdan bemalol bond to'lab ish chiqib ketishi mumkin. Vaziyatdan chiqib ketadi va detentiondan chiqib bemalol ishini qilib yurishi mumkin. Uni keyinsi ko'rib chiqilayotgan bo'lsa ham. Va bu narsadan ko'pchilik yaxshigina foydalanishadi. Qancha bond to'laydi degan savol, bu it depends, ya'ni u odamning qilgan ishiga va keysiga bog'liq. Har bir holatda har xil. Ba'zi paytda bond bermasligi ham mumkin. Bu degani 100% bond hammaga beriladi degan narsa yo'q. U yoqda hammasi o'sha olingan advokatga bog'liq. Advokat qanchalik kuchli bo'lsa, bond orqali sizni tezroq olib chiqib imkoniyati ham shunchalik kuchli bo'ladi. Xo'p, keyingi 6-jihat, 6-pog'ona bu undan keyin court bo'ladi. Agar siz bond hearingdan o'ta olmasangiz, court bo'ladi, immigratsionniy court. Ya'ni sizni keysingiz courtda, sudda ko'rib chiqiladi va o'sha yerda sizga sud oxirgi qarorni beradi. Agar sudda yutqizsangiz, deport bo'lishingiz mumkin. Agar yutqizmasangiz ham yoki suddan siz self deportation so'rashingiz mumkin. Ya'ni o'zimni biletimni o'zim olaman va davlatimga qaytib ketaman degan sizda ham option bor. Bunga ham sud sizga ruxsat berishi kerak bo'ladi. Agar siz jinoyat qilingan deb topilsangiz, ular sizni deport qilishdan voz kechib, o'sha qamoq jazosiga o'tkazib yuborishi ham mumkin. Bu narsa ham ko'pgina holatlarda kuzatiladi. Shuning uchun bu keysga bog'liq. Shuning uchun oxiri ko'rtga borganda siz yoki deport bo'lishingiz, yoki bo'lmasa ozod bo'lib chiqazib yuborilishingiz, yoki bo'lmasa qamoqxonaga ketishi mumkin. Aslida ICE kimlarni priority listga, ya'ni o'zini eng baland listiga qo'yadi va kimlarni orqasidan har doim qidiradi va kimlarni deport qiladi, kimlarni deport qilmaydi. Birinchi guruh, demak, jinoyat sodir qilingan bo'lsa, immigrant bo'lsa, aytaylik giyohvand, zo'ravonlik yoki ichib haydash bilan qayta tushgan, shunga o'xshagan jiddiy jinoyatlarni sodir qilgan odamlarga ularni priority listida hisoblanadi va bu odamlarni ular tezroq deport qilishi payida bo'lishadi. Ikkinchi guruh bo'lsa, deport qilish, ya'ni deport order bo'lgan, lekin
Amerikadan chiqib ketmagan odamlar. Aytaylik, kimnidir keysi oldin ko'rtda ko'rib chiqilgan va ko'rt unga deport orderini bergan, lekin haligacha a, Amerikadan chiqib ketmasdan qochib yurgan odamlarni ular targetga oladi va o'sha odamlarni tezroq deport qilishni payida bo'lishadi. Uchinchi guruh bo'lsa, agar Amerika hududiga noqonuniy kirgan bo'lsa va uni himoya arizasi ko'rib chiqib rad qilingan bo'lsa, misol uchun asylum berilmagan, shunga o'xshagan holatlar bo'lgan bo'lsa, ular bu degani Amerikadan chiqib ketish kerak bo'lgan fuqarolar va ular hali ham chiqib ketmagan bo'lsa, ularni asosiy nishonida bo'ladi ICE va shularni tezroq Amerikadan chiqarib ketishi payida bo'lishadi. Va shunaqangi guruhlar borki, ularni ICE o'zini targetiga olmaydi. Bular hujjatsiz bo'lsa ham umuman Amerikada qoida buzmasdan, hech qanaqa muammo qilmasdan yurganlar yoki farzandi AQSh fuqarosi bo'lganlar yoki bo'lmasa immigratsion кейsi hali ham jarayonda, ya'ni sud jarayonida ko'rib chiqayotganlarni ular deport qilmaydi. Bugungi mavzuyimiz ICE to'g'risida bo'ldi, chunki Amerikada ko'plab tracking kompaniyalari ham bu ICEdan aziyat chekyapti. Lekin shunga qaramasdan Amerikada to'g'ri ishlab, ya'ni ICEsiz ham, muammosiz ham yaxshi driverlarni topib, yangi bizneslar, ko'plab vatandoshlarimiz yangi bizneslar, tracking kompaniya ochishyapti. Men shu borada, ya'ni tracking kompaniyani ochishdagi qilish kerak bo'lmagan 5 ta xato to'g'risida video olganman. Videoni tepada linkini ko'rsanglar bo'ladi va o'sha videoga o'tib, kelajakda sizlar ham tracking biznesi ochmoqchi bo'lsanglar Amerikada o'sha xatoliklarni qilmasliklarni va o'sha xatoliklarni agar qilib qo'ysanglar million zararga kelishinglar mumkinligini aytib qo'ymoqchiman. Juda ham foydali video, kiramiz va ko'ramiz.